2026-yil litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomiz oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, xudo xolasa Hikmat Travel'da narxlarni tanishlaring mumkin bo'ladi. Videomizni boshidan bittadan like'larni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun xudo xolasa 14 kun umra safari narxlari qanaqa bo'lyapti? Litsenziyalangan Hikmat Travel'da aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi aka? To'lov masalasi qanaqa bo'ladi aka? Sizlarda birma-bir to'liq qilib ma'lumotini berishga obunachilarga. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlari, reyslarimiz kunlari Farg'onadan avgust oyiga 29-30 avgust kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkentdan avgust oyi oxirigacha deyarli har kuni reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz. Xo'p, sentyabr oyiga Toshkentdan 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-7, 8-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 3-sentyabr va 10-sentyabr kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Farg'onadan sentyabr oyiga 5 va 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Endi aka, joy bron qilish uchun nima qilish kerak aka? Qanaqa qilinadi? Xo'p, joylarni bron qilish uchun xohlasa onlayn aloqaga chiqsin. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Pasportlarni tashlab berishsa, joylarni o'zimiz bron qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki-da bo'lmasa, ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xohlasa kelib, ofisimizga rasmiy kassalarga to'lov qilib, o'z joylarini bron qilishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Qaysi bir o'zlariga qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha qulaydan o'zlariga bron qilishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Zo'r. Borishgandan keyin sharoit qanaqa bo'ladi aka? Mehmonxona, masofalar, ovqatlar. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Joylashuvlari 4 kishilik va 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Ayollar alohida, erkaklar alohida bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, 50 boshi birga borib, birga kelishadi. Iloji boricha aeroportdan firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa, Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilsalaring yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.